Demak, hozir bir nimani ko'rsataman. Bu italyanskiy ko'chada. Mana Anna Pavlova, Velикая русская ballerina. 1910-yilda yashagan ekan mana shu domda. Yani agar biroz yursalaringiz ko'rsataman. Mana imeni mana shu yerda galereya. Bu italyanskiy ko'chadan Griboyedovaga chiqsa bo'ladi. Griboyedovadan chapga burilsalaringiz Kazanskiy sabor, o'ngga burilsalaringiz Spas na Kravi. Mana Spas na Kravi. Uch ko'rinib turibdi. Ro'paramizdagi park. O'rtada Pushkinning haykali bor. Agar to'g'riga yursalaringiz Sadovoy ulisaga chiqasizlar. Shunaqa gap,